Leksiyimizde davamlaştırımız hürmetlik vatandaşlarımın leksiya. Prezident Trump yuqori darajaliklar yig'inida Jungo o'ttirib qo'ygan bir talabni rad qildi. Mavzuda xabar 11 ayning 16 kuni Jungoga nazar to'g'ri betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump Jungoni ziyorat qilgan mezgilda Beijingda o'tkazilgan yuqori darajaliklar yig'inida Jungo ikki tarafning texmi qo'yoq qonun ijro qilish hamkorligi o'rnatishni umid qiladiganligini, shunlashqa Amerika davlat ichida Jungoning gumonliq jinoyatchilarni tutishiga yo'l qo'yishini talab qilganda, lekin bu talab prezident Trumpning keskin rad qilishi uchun 11 ayning 9-kuni Washington monarxining xabariga asoslanib, Jungoning Amerika davlat ichida qochqin jinoyatchilarni tutish harakati Amerikaning qonuniga xilof. Bunday harakat Amerikaning ansirishni keltirib chiqardi deb ko'rsatildi. Ikki tarafning yuqori darajaliklar yig'ini yaqinlashgandan keyin Beijing bunday ko'rsatdi. Jungo Amerika ikki davlat qochib kelguvchilar panohlanadigan joyiga aylanib qolmasligi kerak. Şunlaşqı ikki tarafning aloqador organlari faol izlanib, uzun muddat hamkorlashadigan funksiya qurib chiqqandalar qochqin jinoyatchilarning elib qochgan pulini hamda qonunsiz ko'chmanlarni surishti qilishga bo'ladi. Gapning ma'nosi Jungo Amerikaning davlat ichida faoliyat elib berib qochib keldi, pul elib qochib keldi degichilar va shundaqla qonunsiz ko'chman degichilarni Jungoga qaytirib ketish elib ketish ustida bo'layotdi vatandoshim. Shunga shundaq taklifni prezident Trump bu qatimqi yuqori darajaliklar uchrash yig'inida rad qildi deydi. Bundaq iltimos qarta Amerika amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Biz bundaq funksiyaning qurilishiga aslo qo'shilmaymiz. Biz jiddiy holda Jungoning shamiga selab qo'yaylikki, Amerika bu davlat qonun bilan davlat boshqarishdan bahramand bo'ladigan davlatdir. Anladınız mı vatandaşım? Bu bizning takdirimiz münasebeti kepçim ama o. Nim deydi? Biz ciddi halde Jungoning samiga selab qo'yaylik ki, Amerika bu davlat qonun bilan davlat boshqarishdan bahramand bo'ladigan davlatdir. Bu amaldor yana mundaq ko'rsatdi. Amerika taraf nayt aniq qilib ko'rsatdiki, Jungo tarafning Amerikaning ichki qismida qonunga xilof harakatlariga hargiz taqat qilib tura olmaymiz. Biz allaqachon Jungoning ba'zi tapdan chiqqan harakatlarini ko'rib yetdik. Yaqinqi yillardan beri Jungo Amerika davlat ichida o'zliksiz Jungoning qochgan jinoyatchilarni va Jungoga qarshi siyosiy g'ayri qarashchilarni izlab yurdi. Diqqat vatandoshim. Jungoga qarshi siyosiy g'ayri ko'z qarashchilarni Xitoylar kelib Amerikada izlab yurdi deydi. Jungo taraf josuslari, sayohatchi, savdogar, iltimosiga viza qo'ydiruvchi qatorliq usullar bilan Amerika bu davlatga kirib keldi. Diqqat vatandoshim. Jungo taraf josuslari, sayohatchi, savdogar, savdogarchilik iltimos qilguvchi imzo qo'ydiruvchi qatorliq usullar bilan Amerika bu davlatga kirib keldi. Hamda qattiq qo'l vositalarini ishlatib, qochqin jinoyatchilarni Jungoga qaytishga zo'rladi. Hatto ularning davlat ichidagi oila tavobatlariga harakat qo'llanish vositalarini ishlatdi. Balki Amerika taraf 2015-yili Jungo hukumatiga ogohlantirish berib, Amerika davlat ichidagi bu qonunsiz harakatlarni to'xtatishni talab qildi. Amerikaning davlat ichida Jungoning qonunsiz harakat qilishni to'xtatishni talab qildi. Bu yil 5-oyda Jungo jamoat xavfsizligi ministrligining bir nafar yuqori darajalik amaldori, ya'ni 3 nafar birlik kelguvchi kishilar bilan birlikda Amerika Qo'shma Shtatlari Federal tekshirish idorasining qisqa muddat nazarband qilishiga uchradi. Ular viza elib Amerikaga kelib, Amerikada yashayotgan sargardon savdogar Govingui bilan suhbat elib bordi. Bu ish Federal tekshirish idorasining ho'shyorligini qo'zg'ab, keyin Federal tekshirish idorasining soqchilari bu kishilarni darhol Amerikadan chiqib ketishga buyruq qildi.
Lekin bu kişiler Amerikadan derhal çıkıp ketmedi. 2 gün ötkendan keyin yani Govinguni izlep geldi. Şunun bilen Amerika Teptiş İdarasını saxta viza koydurgan degan jinoyat bilan bu kishilarni sotqa berishga tayyorlanganda. Bu 4 nafar Jungono saqchilari New York Kennedy aeroportida aeroplanga chiqishga tayyorlanayotganda Federal tekshirish idorasining saqchilari navbatda aeroplan oldiga kelib, ularni tutib qoldi. Keyin Amerika Davlat Mahkamasining aralishishi bilan Federal tekshirish idorasi bu kishilarni qo'lga olmadi. Lekin ularning telefon, kompyuterlarini musodara qildi. Gördünüzmü vatandaşlar, dikkat qiling. Hozir Xitoyning saqchilari Turkiyada faoliyat qilyapti deb angladik. Türkiye'nin Xitoyning saqchilari Qirg'iziston, Qozog'istonda allaqachon faoliyatdan boshlab o'tgan edi. Yaqinda Misrda faoliyat qildi. Demak, dunyo bo'yicha Uyg'ur boyaning hammasi Xitoyning saqchilari paydo bo'ldi. Endi Amerikaga kelib, Xitoy saqchilari Amerikada qochqinlarni tutish to'g'risida, shundaqli siyosiy g'ayri qarashdagilarni tutish to'g'risida, davlatga qaytish uchun ular nasihat qilishga fursat berish to'g'risida Amerika bilan birlashib shundaq qonunni ijro qilish taklifini o'tirib qo'yganda bu qatim Beijingda Rais Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump apandi kaskinlik bilan rad qildi.